Bugun judayam charchab ketdim. Judayam ko'p ish qildim shekilli. Hammaga salomli so'zlar bilan MC va men bugun judayam ko'p ish qildim shekilli, judayam charchadim. MC, sen uxlagani ketyapsan shekilli-ga. Ha-da, Jitel. Bugun uxlash mumkin emas. Bugun anomalniy kun. Sen uxlasang boshqa joyda paydo bo'lib qolishing mumkin. Koinot xavf. Mayli Jitel, men ko'proq uxlashim kerak. Bunaqa cho'pchaklarga ishonmayman men. Manaqa Jitellar shunaqada miyasiga kelgan gaplarni aytishaveradi. Men ertaga anomalniy ishimga borishim kerak va anomalniy mer meni uyiga chaqirgan, gaplashib olish kerak men bilan. Shuning uchun men uxlashim kerak ertaroq. Agar ertaroq uxlamasam, uxlab qolishim mumkin. Men judayam yaxshi uxlab olibman. Juda yaxshi. Ertaroq uxlaganimning alomati-da shu. To'xta. Nega hamma yoq yap-yashil? Yo'q, men tekis olamda paydo bo'lib qoldimmi? Nega? Jitellar to'g'ri gapirishgan shekilli. Bu yerda men qanday yashayman? Bu yerda daraxt ham yo'q-ku. Mening sandig'imda narsalar bo'lishi kerak. Yo'q, to'xta, men kecha sandig'imni yangisini olganman-ku, eski narsalarni tashlab yuborgan edim. Yo'q. Endi narsalarni qanday olaman? Hech nimam yo'q-ku yegani. Suvim ham yo'q hatto. Bu yerni qarab olishim kerak. Balkim Jitellar men bilan hazillashayotgandir. Yo'q, bu hazilga o'xshamayapti. Nega men ularning gapiga kirmadim? Baribir ular to'g'risini gapirishadi-ku. Va hamma Jitellar uxlamayotgan edi. Men ularning gapiga kirishim kerak edi. Gapiga kirganimda hozir bu vaziyatda bo'lmas edim. Bitta uyim bilan bitta o'zim qoldim. Bu kechani kutishim kerak. Va mana kechqurun ham tushib qoldi. Bu olamda mana bunday qilib quyosh botadi. Endi men uxlaganni tezroq borishim kerak. Umid qilamanki, men o'zimning qishlog'imda paydo bo'laman qaytib. Bunga kattalab umid qilishim qoladi xolos. Balki men lavali joyda paydo bo'lib qolarman. Balki boshqa joyda. Tavakkal. Men bu o'chiraman, yorug'lik bilan uxlasa bo'lmaydi. Va uxladim. Men uxladim. Va men qayerda paydo bo'ldim? Quruqlikda shekilli. Quruqlik, ura! To'xta, bu mening qishlog'imga o'xshayapti. Men qishlog'imda paydo bo'ldim shekilli. Qishlog'im, ura, qishlog'im. Qishloqlar, men keldim. Darqos MC, sen u yerda nima qilyapsan? Hozir yopirilib tushishi mumkin, Tom. Tezroq uyingga olib, uyingga buzib, pastga tush. Xo'p, mayli Jitellar, hozir uyimni buzib, hozir tushaman. Tezroq buzishim kerak. Kirkam qayerda? Kirkamni tezroq olamiz. Tezroq buzishimiz kerak. Tezroq poldan boshlashimiz kerak. Nima bo'lyapti? Telegram kanalimga obuna bo'lib qolish esinglardan chiqmasin.